jamoada ishlayapmiz. Mana sizlarda shogirdlarim borligidan juda ham faxrlanaman. Bir yelkadosh bu maktabda birlama-birga ishlab yurganingizdan juda ham faxrlanaman. Mana Durdona qizim yaqinda keldi, biologiyadan bizga dars bergani keldi. Sevara qizim birinchi qalig'ochlarimdan ona tilidan dars beradi shu maktabda. Mana Saidjon musiqadan dars beradi. Kamron shu yerda men bilan yelkadosh ishlayapti. Odiljonov Shahzoda bor. Odina qizimiz universitetdan kelyapti. Bir qancha shogirdlar bilan ishlayapman. Juda baxtiyorman. Baxtiyor ayol desam ham bo'ladi. O'zimni baxtiyor ustoz deb bilaman. Sizlarda shogirdlarim bordi. Borlarida sizlarga mana shu mashaqqatli, lekin shafqatli ishlaringizda omad tilab qolaman. Har doim yo'lingiz oq bo'lishini va olg'a yurishingizni tilab qolaman. Men Saidahmedova Sevara, mana shu maktabning bitiruvchisiman. Menga sinf rahbarlik qilgan Sanoba Rasulovnani o'quvchilar bilan muomala madaniyatini, dars o'tish metodikalarini kuzatib, hamda jamoadagi o'rnini, hurmatini, faolligini, fidoyiligini ko'rib, o'qituvchilik kasbiga mehr qo'yganman. Mening yutug'im o'z ustozim bilan bir maktabda, bir jamoada qilayotgan xizmatim deb o'ylayman. Mana shu fursatdan foydalanib, respublikamizdagi barcha murabbiylarni, ustozlarni 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan tabriklayman. Shu jumladan ustozim Sanoba Rasulovnani ham.